Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida safarda Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi maydonga tushadi. Xabaringiz bor, terma jamoa 5-iyun kuni Jahon chempionati 3-saralash bosqichi 9-turi doirasida Birlashgan Arab Amirliklariga safar uyushtiradi. Mazkur bahs O'zbekiston uchun tarixiy ahamiyatga ega. Sababi aynan shu o'yin natijasi Timur Kapadze shogirdlarini muddatidan avval Jahon chempionati 2026 ga olib chiqishi mumkin. Ko'plab o'zbekistonlik muxlislar terma jamoamizni Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi safar uchrashuvida qo'llab-quvvatlash istagini bildirishmoqda. Hozirgi kunda muxlislar uchun asosiy muammo chipta xaridi. Chiptalar esa hali sotuvga chiqqani yo'q. Abu Dabiga boradigan o'zbekistonlik muxlislariga nechta chipta taqdim etiladi? OFK reglamentiga ko'ra, mehmon jamoa muxlislari uchun stadion sof sig'imining 8% qismi ajratiladi. Shunday ekan, O'zbekiston milliy terma jamoasini stadiondan turib qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan muxlislarga stadion sig'imining 8% qismi ajratiladi. Uchrashuv Abu Dabidagi 15,000 tomoshabinga mo'ljallangan Al Nahayyon stadionida bo'lib o'tishini inobatga olsak, vatandoshlarimiz uchun 1200 ta chipta sotuvga chiqariladi.